Shunga o'xshab roza ham shunchaki och qolish emas, shunchaki badaningizni yoki oshqozoningizni och qoldirish emas. Bizni butun vujudimiz, bizni ma'naviyatimizni, bizni axloqimizni va qalbimizni poklashdir. Birinchi o'rinda e'tiborni shunga qaratishimiz kerak. Siz agar juda ko'plab roza tutayotgan bo'lsangiz, balki siz juda ko'plab ibodat qilayotgan bo'lsangiz, men ko'p savob olaman deb o'ylasangiz, lekin aslida uni tashqi odoblarini qilib, ochlikka, faqatgina ochlikka o'zingizni o'rgatib, lekin tilingizni saqlamasangiz, odobingizni saqlamasangiz, qalbingizni tozalamasangiz, qalbingizdan, ichingizdan Allohga bog'lanmasangiz, ichingizdan unga ishonmasangiz, qalbingizdan, ichingizdan uni his qilmasangiz, bu ochlik vujudingizni faqatgina och qoldirgan bo'lasiz xolos. Ro'zani tamomila, tom ma'nosida ado qilgan bo'lmaysiz. Sahobalar davriga, ilk islom davriga agarda nazar solsak, u vaqtdagi musulmonlar qanday edi? U vaqtdagi musulmonlarni o'sha vaqtdagi statistika bo'yicha aytaman. İlk islom davrlarida, hattoki o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyodan ketishlarigacha bo'lgan vaqtda uzog'i bilan nari borsa sahobalarning bor yo'g'i sahobalar orasida bor yo'g'i 500 kishi Qur'onni yodlagan ekan. Ular nima qilishgan? Ular Qur'onni yodlashga harakat qilishmagan. Ular Qur'onni ko'p o'qishga harakat qilishmagan. Ular Qur'onni ma'nolarini tushunishga va unga itoat qilishga, unda buyurilgan buyruqlarga amal qilishga harakat qilishgan. Masalan, xususan tarixdan Umar radhiyallohu anhu ni olsak, Umar radhiyallohu anhu Qur'on yodlashga azm qaror qilmaganlar yoki juda ko'p hadis bilmaganlar. Eng ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlarida yurgan, eng ko'p hadis eshitishi mumkin bo'lgan zot. Ular juda ko'p hadis yodlamaganlar. Ularda shunaqa bitta odat bo'lgan, tarixdan bu bizga ma'lum. Ular bitta eshitgan hadislarni, ular bitta eshitgan buyruqlarni, ular bitta eshitgan oyatlarini hazm qilish uchun haftalar, kunlab, oylab yo'lib ketar ekanlar, tog' tashliga chiqib ketar ekanlar. Hazm qilib kelish uchun, unga amal qilishga tayyor bo'lib kelish uchun. Shuning uchun juda oz miqdorda Qur'onni eshitgan ekanlar. Ayinki Umar radhiyallohu anhu juda ko'p sahobalarda bo'lgan bu odat. Ular islomni ichdan his qilishga ko'proq e'tiborligini qaratishgan. Ko'proq nimalardir qilishga emas, sonini ko'paytirishga emas. Ular ichlaridan bajarishga harakat qilishgan edi. Asl islom shu edi. Asl islom ta'limotidagi hamma amallarimiz bizdan buni talab qiladi. Islomni asl maqsadi bu ko'p narsani bilishlik emas, statistika emas. Ko'proq qila olishingiz, ko'proq amal qila olishingiz, ko'proq bu narsalarni his qilib bajara olishingiz. Asl bizga buyurilgan buyruq shu. Roza ham shunday, zakot ham shunday, namozingiz ham shunday. Qancha ko'p namoz o'qiganingiz emas, qanchasini ichdan his qilib qilganingiz, qanchasini qo'rquv bilan qilganingiz, qanchasini qilayotganingizda ichingizdan Allohga bo'lgan sevgingiz va undan qo'rqishingiz qanchalik ifoda qildi. Inson buni hammasini o'zini ichidan, o'zini vijdonidan so'raydi. O'zingizni qalbingizdan so'raysiz. Lekin men afsuski, hozirgi kundagi juda ko'p amallarimiz xo'ja ko'rsinga bo'lib qoldi. Odamlar ko'rsinga, odamlar nima deydi? Odamlar nimadir demasin deyish uchun qiladigan bo'lib qoldik. Juda oz qismi Allohdan qo'rqqani uchun qiladi ko'p amallarni. Va buni hisobotini hech kimga berishga majbur emassiz. Qancha qilayotganingizni, qanchalik qilayotganingizni, qila olmayotganingizni hisobini to'g'ri Allohga berishingiz kerak, odamlarga emas. Va odamlarning ko'zi bilan baholanishdan qoching. Odamlar mana falonchi kelyapti, mana falonchini qara deb gapirilishidan qoching. Ya'ni ko'p amallarni qilgan, bu ko'p narsani qilgan deyishdan qoching. Eng to'g'risini Alloh biladi, eng to'g'ri hisobni Alloh biladi. Uni huzurida to'g'ri bo'laydi. Mana shu holatda yashashimiz kerak. Mana shu holatda qilishimiz kerak. Qo'rquvlarimiz ham shu holatda bo'lishi kerak. Amallarimiz ham. Hisob kitobga ko'p berilmaydi. Ko'p qilganim, kam qilganim, qilib qo'yganman, qilmaganman, bunga ko'p berilmaydi. Shayton ana o'sha joydan kelib bizga vasvasa qiladi. Sen qilib qo'ygansan, qancha qilasan yana? Qilib qo'ygansan-ku, qilasan-ku deydi. Xotirjam qilib qo'yadi sizni. Birorta amallar qilishingizni qilmasangdan bo'lardi, qilib qo'ygansan degandek.